Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, kanalimiz obunachilari. Kanalimizga xush kelibsiz va bugungi video Barselona haqida emas, bugungi video O'zbekiston milliy terma jamoasining jahon chempionati saralashi doirasidagi Qirg'iz Respublikasiga qarshi uchrashuv haqida bo'lib o'tadi. G'alabani nishonlaymiz bugun, g'alabani qanday qo'lga kiritganligimizni, yangi murabbiyning qanday o'zgarishlar qilganligini barchasini bugun gaplashib o'tamiz. Qani boshladik. Dastlab tarkiblarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, jamoamiz bugun bitta yo'qotish bilan yetib keldi. Albatta asosiy tarkib futbolchilari orasida bugun Husniddin Aliqulov bizga yordam bera olmadi. Jarohat sababli kecha terma jamoa yig'inini tark etdi. Uning o'rnida esa Abdullayev harakat qildi va ta'kidlab o'tish kerakki, Abdullayev juda yaxshi o'yin o'tkazdi. Bu grafikada uni chap uchlikning chap tomonida ko'rsatilgan, ammo aslida u o'ngda harakat qildi. Husanov markazda va Abdullayev Hojiakbar Alijonov bilan ajoyib tandem hosil qilishdi va Hojiakbar Alijonovning qancha oldinga borishiga qaramasdan o'ng qanotda hech qanday imkoniyat qoldirmadi. Boshqa pozitsiyalarda hech qanaqa o'zgarish bo'lmadi. Sayfiyev chap qanotda harakat qildi o'z o'rnida. Nasrullayev ham yordam bera olmasdi bugun va buning ustiga Oston O'runov noqulayliklar sababli kecha u ham jamoa yig'inini tark etdi va asosiy tarkibda Fayzullayev hamda Masharipov hujumchi ortida va Eldor Shomurodov asosiy hujumchi sifatida harakat qildi. Yangi murabbiy qo'l ostida milliy jamoamizning bu birinchi rasmiy uchrashuvi edi. Yanvar oyida Iordaniyaga qarshi o'rtoqlik uchrashuvi bo'lib o'tdi, ammo unda asosiy futbolchilarimiz yo'q edi va bugun haqiqiy testni ko'rdik, haqiqiy imtihondan o'tishdi. Dastlabki daqiqalardanoq Eldor Shomurodov yaxshi vaziyatlar yaratdi, bosim, pressing yaxshi harakat qilindi. Abbos Fayzullayev pressingda juda yaxshi o'ynaganini ko'rdik va birinchi xavfli vaziyat 12-daqiqadayoq yuzaga keldi. Jaloliddin Masharipov jarima zarbasidan juda ham ajoyib zarba yo'lladi va darvozabon ajoyib tarzda save amalga oshirishga muvaffaq bo'ldi. Bosimlar natijasida Hojiakbar Alijonov navbatdagi hujumni 24-daqiqada amalga oshirdi. Eldor Shomurodov bilan shunchaki fantastik kombinatsiya amalga oshirdi va zarba yo'llashga juda yaqin qolganida, darvozaga bir necha metr qolganida uni yiqitishdi va penalti ishlashga muvaffaq bo'ldi Hojiakbar Alijonov. Va bu penalti natijasida raqib futbolchisi Said Datsiyev qizil kartochka olib maydonni tark etdi va bu yog'iga Qirg'iz Respublikasi bir kishi kam bo'lib o'yin davom ettirishdi. Ammo afsuski Eldor Shomurodov penaltini amalga oshirishda xatoga yo'l qo'ydi. Yaxshi zarba yo'llagan edi, ammo tan olish kerak, raqib darvozaboni bugun shunchaki dahshat formada edi. Penaltidan so'ng ham jamoamiz to'xtab qolgani yo'q, bosimni davom ettirishdi. Yana Hojiakbar Alijonov o'ng qanotdan bu safar kombinatsiya amalga oshirdi va 39-daqiqada kirib bordi. Abbosbek Fayzullayevdan assist va Hojiakbar Alijonov o'zining golini kiritdi va hattoki mana shu vaziyatda ham raqib darvozaboni qaytarishiga ozgina qolgan edi. Ammo Hojiakbar imkoniyat qoldirmadi va jamoamiz 40-daqiqada Kapadze qo'l ostida birinchi marta gol urishga muvaffaq bo'ldi. Shu tariqa taym o'z yakuniga yetdi. Jamoamiz bosimlarini davom ettirishdi. Ayniqsa yuqorida aytib o'tganimdek Hojiakbar Alijonovning harakatlarini e'tiborga olib o'tish zarur. U shunchaki fenomenal o'yin ko'rsatdi. O'ng qanotda hujumda ham, himoyada ham imkoniyat qoldirmadi raqib jamoa vakillariga. Ammo o'yin faqat yaxshi xabarlar bilan davom etmadi va 56-daqiqada asosiy liderlarimizdan biri Jaloliddin Masharipov juda keraksiz bo'lgan vaziyatda simulyatsiya amalga oshirdi, penalti ishlamoqchi bo'ldi va hakam tomonidan sariq kartochka bilan ogohlantirildi va bu Jaloliddin Masharipovni keyingi Eron bilan bo'lib o'tadigan katta ehtimol bilan jahon chempionati yo'llanmasini hal qilishimiz mumkin bo'lgan o'yinga ishtirok eta olmasligini ta'minlaydi. Afsus, Jaloliddin Masharipov liderlarimizdan biri bugun yaxshi o'yin ko'rsatdi, juda ko'p vaziyatlar yaratdi va shulardan biri birozdan keyin yuzaga keldi. 70-daqiqada Eldor Shomurodov bilan ajoyib kombinatsiya amalga oshirdi va o'ng qanotdan zarbani
yana raqib darvozabonni qaytarishga muvaffaq bo'ldi. Shunchaki bugun qoyil qolish kerak, raqib darvozaboni hech qanday imkoniyat qoldirmadi. Juda ko'p vaziyatlarda o'z jamoasini saqlab qolishga muvaffaq bo'ldi. Kapadzening bugun birinchi uchrashuvi ekanligini aytib o'tdim va tan olish kerak, Kapadzening chizmalarini biz allaqachon ko'rishimiz mumkin bugungi o'yinda. Albatta raqib Qirg'iz Respublikasi, ammo o'tgan o'yinda Qirg'iz Respublikasi bizga qanchalik qiyinchilik tug'dirganini yaxshi eslaymiz. Oston O'ronov individual mahorati evaziga bizni olib chiqib ketgan edi, comeback evaziga. Ammo bugun hattoki qizil kartochkadan oldin ham hech qanaqa imkoniyat qoldirishmadi. Albatta Abbos so'nggi o'yinlarda o'zini ko'rsatayotgan edi va bugun ham o'zining nega birinchi vingerimiz ekanligini isbotlab qo'ydi. Albatta aytishingiz mumkin Masharipov yoki Oston O'ronov deb, ammo shaxsan mening fikrimcha Abbos Fayzullayev individual mahorati jihatidan bizning eng iste'dodli futbolchimiz hisoblanadi, aynan o'sha vinger pozitsiyasida. Va 57-daqiqada Farruh Sayfiyev jarohat oldi, ammo o'yinni davom ettira olardi. Kapadze hech qanaqa risk qilishni xohlamadi va chap qanotga Ibrohim Halil Yo'ldoshevni maydonga tushirdi va ta'kidlab o'tish joizki, shaxsan mening fikrimcha Ibrohim Halil juda yaxshi o'yin ko'rsatdi. Chap qanotda Jaloliddin Masharipov bilan hamda Eldor Shomurodov bilan yaxshi o'yin ko'rsatdi va parallel uchrashuvda Eron turnir jadvali yetakchisi Eron Birlashgan Arab Amirliklarini 2-0 hisobida mag'lubiyatga uchratdi va buning natijasida Eron birinchi o'ringa mustahkam o'rnashib oldi 19 ochko bilan va jahon chempionati yo'llanmasini yana bir bor qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldi. Shu bilan keyingi turda O'zbekiston bilan Eron o'rtasidagi uchrashuv o'sha afsonaviy Ozodiy stadionida bo'lib o'tadi. G'alaba to'g'ridan-to'g'ri jahon chempionati yo'llanmasini bizga beradi va Birlashgan Arab Amirliklari va Qatar bilan so'nggi ikkita uchrashuv rasmiyatchilik bo'lib qolishi mumkin va bu uchun biz albatta Eronni mag'lubiyatga uchratishimiz kerak. Va shunday qilib do'stlar, bugungi o'yinning revyusi, tahlili shulardan iborat edi. Nima deb o'ylaysiz? Jamoamizning keyingi uchrashuvda g'alaba qozonishiga ishonasizmi? Biz jahon chempionatiga nihoyat 30 yilga yaqin vaqtdan beri birinchi marta Eronni mag'lub etib chiqa olamizmi? Hammasini izohlarda yozib qoldiring, videoga like bosing va do'stlaringiz bilan ulashing. Biz kontentni kengaytirishda davom etamiz. Yangi ideyalar, yangi g'oyalarni ko'paytirishda davom etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat va bu safar Olg'a O'zbekiston!